Yana bir tefsirde tercüme kılıncı kenut. Sizin jutlarınızda qanda bizning jutlarda zeylikli yali var. Yüzü qattiq. Velosiped masi mashina bo'lmaydigan, mashina masi mashina bo'lmaydigan qattiq. Ama bir yağmur yağıp qalsa, 2 ay aşağı sığmay turdi. Vadiya giyam unmaydi. Zey. Başqa bir şey unmaydi. Ya suvni ichib, bu suvning qadriga yetmaydi. Suvni o'ziga singdirmaydi. Başqa hech qanday giyam unmaydi. Hech ne kerak kelmaydigan bir zeylik yali var. Ya bizim tersiye. Bezye. Aşında yana atı. Bizning yurtda yilda bir qatim ya 2 qatim yağmur yağdi. Bo'lmasa Erko'standan sorumuz ziraatini. Ama aşınçılık yağmur yağıp qalsa, aşçı nurg'iyaligi sınıp ketadi. Ama bazı zeybi yali varki yağmur suyu so'p sariq bo'lib, qishincha mashina sariq holatda muz tutib ketadi. Üzük su son demaydigan, hech nimani undemaydigan yana kenut deydi. İnsan Allah'a karşı aşındaki kenut tutadi. Mesela tebliğden anlaydı. Kur'an'ını okuydu, düşünüdü, hadisini okuydu, düşünüdü. Onundan məhsulat verişib kelgan vaqtda hech nima chiqmaydi deydi. Sözlerimiz sözleydi quruqya suvni yig'ib olgandek, qo'saqda bilim bor, angsavi bor, bir narsani biladi. Ammo qo'lidan ish chiqmaydi. Harakat yo'q, amaliyat yo'q. İnsan aşında oluyor. Ve innehu ala zalike le şehid. Yani bu insan yüzünün aşında ekanligiga yüzüm yana şahit. Yüz biladi. Yüzü bilgechki aşında so'zlab o'tirdi deydi. Yüzünün qo'lidan ish chiqmasligini, bir narsa kerak kelmaydiganligini, kelmaganligini to'g'risi biladi. Yüzü şahit, yüzünün shu qilgan ishlari. Şehid nima degan gapda? Shahodatnoma olgan degan. Mesela Allah rızası için şehit bo'lganlar yüzünün ölümünü hayatını Allah'a təqdim qilish orqali imanının balığını ispatlab shahodatnoma olganlar. Mavlar manda turdiki insanlar yüzünün eskiligini ispatlash orqali eskilik shahodatnomani olgan. Bu şehit. Biladi bir narsani biladi. Bunda qilsak bo'ladi deydi. Muşunda qilsak millat qutuladi deydi. Manda qilsak millatga foydali bo'ladi deydi. Deydi biladi. Faaliyet yok, hareket yok. Silent deb bir yer var, şimdi biz açılmay alacak kap gidelim. Ve innehu li hubbil hayri le şedid. Yani bu insanın bir alayetlik şu ki, muşunda bulab qilishning sebebi, yani bu insan mal dünyanı yaxshi ko'rishdi, bekedi neşbeti deydi. Mal dünyada alayet yaxshi ko'rib ketgach, mushalga chiqib qoldik deydi. Peygamber Aleyhisselam hadisda men sizlardan boshqa narsadan endish qilmaymiz, chunki sizlarga men Qur'onni ve benim sünnetimni qo'yib ketaman, onun için hech qanday endish qilmayman. Endish qildim, shu dunyoparast bo'lib ketishimdan endish qilmayman. Burunqi millatlar dunyoparast bo'lib ketib, İsrail o'g'illari yahudiyleşib ketgan, mana bu İsa alayhissalomning ummati xristianlashib ketgan. Sizlarning ham shunda dunyoviylashib, boshqa bir bijim bo'lib ketishimdan qo'rqaman degan vaqtda sahobalar hayron qoladi. Bu qo'limizda Qur'on tursa, hadis tursa shundaqmi shu zamda o'tsa, burunqilarmi shunday bo'lgan. Yani ki Peygamber Aleyhisselam yana bir hadiste Hubbud dünya ra'su kullu xati'ah diye bir hadis var. Dünyanı yaxshi ko'rish her qanday günahning beshi. Mesela bu yerda Peygamber Aleyhisselam o'qishtirdi başlandığımız günahning beshi puti quloq deydigan bir şey olmaydi. Beşini keladi yani. Bir günahni bir insonga o'xshatgan vaqtda bu yerda istihara qilib, boshqa gunohlarni ma'vo puti, ma'vo qo'li, ma'buni, ma'vo ko'zi deyishga to'g'ri kelganda, dunyoni yaxshi ko'rish beshiga o'xshatsak bo'ladi. Beshi yo'q birisi inson o'ladi-ku. Shunga o'xshagan dunyoni yaxshi ko'rish shu gunohning beshi. Agar dunyoni yaxshi ko'rish bo'lmasa insonda Allohning degayiriga keladi. Ammo dunyoni yaxshi ko'rish bo'lgandan keyin ahvol chataq. Demakchi bo'lsa Payg'ambar alayhisalom shu hadisni bayon qildi. Allohmi shu hadisni va'da tasdiqlab, bu inson mal dünyanı yaxshi ko'rishdi, bek qattiq, la shadid degan. Kuchliq va qattiq, dahshat kuchli narsa deydi. Ashunda bo'lg'achqa dunyoga berilib ketgachga inson ashunda qo'ldan mahsulot chiqmaydi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bu inson bilmamdi, qabrlardagi narsa tashqari chiqarilgan chaqda. Qabrda nima bor? Biz bor. Bizning jasadimiz bor. Qabrdagi narsalar qabri teshig'i chiqarilgan chaqda va to'plangan chaqda. Bu'thiraning ma'nosi aslida Arabchada bu'thira degan kelime işlenmeydi. Bu'thira degan kelime
bu'isa ve hushira degan ikki kalimaning birlashtirib deyilishi. Bir fe'lga aylantirib etildi. Bu'isa ve hushira. İnsan tirildirilgan chaqda ve hesap elish uchun bir yerga to'plangan chaqda. Ve hussila ma fis sudur. Qalblarga ko'milgan narsa mahsulot elingan chaqda deydi. Bizning oladigan mahsulotimiz hammasi qalbimizda. Qalbimiz nima bo'lgan bo'lsa, qiyomat kuni shu mahsulot qalbimizdan chiqadi. Niyatni nima degan to'q? Niyatning ma'nosi nima edi? Urug'. Urug'ni arabchada nava deydi, nava. Ism ma'nosida urug'. Fe'l ma'nosida niyat qildi deymiz. Niyat qilish degan fe'lning o'tgan zamoni nava. Niyetiga arabcha gapmi? Ha, nava fe'l bo'lganda niyat qildi. Ism bo'lgan vaqtda urug'. Ha, bir turdan turlanadi. O'xshash yıldızdan. Nima uchun degan vaqtda insonning har bir niyati birdan urug'. Suv ichishlik niyatimiz bir urug', tamoq yeyishlik niyatimiz bir urug', ishlashlik niyatimiz bir urug'. İnson niyatsiz bir ish qila olmaydi-ku. Niyat olmasa irodasini ish qila olmaydi. Avval irodasini ish qilish uchun avval bir narsaga niyatlanish lozim. Uni qilay yoki qilmay deydiganga. Anındakini iradesini qiladi. Shuning uchun har qanday ish harakat, dunyolik bo'lsin, oxiratlik bo'lsin, ibodat bo'lsin, muomalat bo'lsin, aqida ishlari bo'lsin, furuat masalalari bo'lsin, hammasi niyatdan arlanmaydi. Niyatimizda Alloh rizosi bo'lgan ekan, dunyolik ishning har qanday ish savobga aylanadi. Shu niyatning hammasi qalbimizda to'planadi. Qiyomat kuni bo'lgan vaqtda ish qilgan qilig'imizning hammasidan hisob olishning sababi Alloh. Agar niyatimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, normal iştimi, günah qildi deb qaramoqqa iştimi sabab eləyirəm. Niyetimiz xata olgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan bo'lsaqmi, diniy tashviqot qilayotgan bo'lsaqmi, tahajjud o'qiyotgan bo'lsaqmi, niyetimiz to'g'ri olgan bo'lsa gunohkor bo'laveramiz. Shuning uchun qiyomat kunisi qalbimizdagi narsani mahsulot ilingan chaqda deydi. Va hussila. Yana shu ruhdan nima undan bo'lsa. Bir narsani tahsil qildi deydi-ku. Qazni boshda chakni bankaga borib tahsilot ilib borgandan o'tdi. Hussila shu tahsilot, shu hussiladan chiqadi. Qalbdagi narsa, qalblardagi narsa mahsulot qilib ilingan chaqda ularning parvardigorining, ularning xabar ekanligini ular bilmaydi bu inson, bechora inson. Kimni aldaydi deydi. O'zining bu ahvolini o'zidan aldayamaydi. O'zidan aldayanmagan, o'zining vijdonidan yezayotgan meleklardan aldayanmagan bir inson o'zining parvardigorining o'kilda xabar ekanligini bilmaydi. O'zining Abdul Xabir ekanligini bilmaydi deydi. Xabir degan bir parvardigorimiz bor. Biz shu xabar degan parvardigorning qullari. Xabar degan bir narsaning xabarini aşı manbadan, aşı birinci derecelik çıkış manbaidan bilganning atini xabar deydi. Mesela axborot, istixborot, muxbir, muxabir kelimalarining hammasi bir yerda. Bir turdan turlanadi. Mesela muxbir xabarchi, muxabirmi shu, istixborotmi shu, xabar to'plagan. Axborotmi shu, xabar berishmi shu, xabir degan xabar beruvchi. Bir xabarninki nereden chiqqanligini bilgan zot deyilgan. Bu xabar normalde insandan shaxsdan chiqayotamdi. Yoki ba'zan tashkilotlar o'ydirma qilib chiqayotamdi. Yoki bir davlatlarninki istixborot organlari planli holda, strategiyalik holda chiqayotamdi bu xabarni. Hammani Alloh bilib turdi. Uni Alloh bilgan yerda bir insonning, bir shaxsiy bir insonning qalbiga yushirib olgan narsani Alloh bilmaydi deb o'ylamdi. Deb Alloh bu yerda bizde kerak kelmaydigan, harakatsiz, o'zining millati zavalliq yuzini olsa, davlati abadiy dushmanlarning qo'liga tushib ketish ehtimolligi bo'layotgan, shunday bir og'ir paytda harakatsiz, faoliyatsiz yurayotgan bizdagi insonlarni Alloh tanqidlaydi. Agar bu dunyoda o'tib ketdim degan bilan oxiratda xabar deydigan bir parvardigorim bor, bu xabar oxirida tutilsa demak inshaalloh. Shuning uchun Alloh bu gaplarni yana bizga bek muhim bo'lg'achqa hayotimizda qasam qilib turib da'vatdir. Qasam qilib turib, agar mandoq bo'la olsanglar, men qasam qilgandek holatdagi musulmondek bo'la olsanglar, men hayron bo'lgan, mening bandilarim qatorida chirisizlar. Agar undoq bo'lmasanglar, vayron bo'lgan bandilarim qatorida chirisizlar. Demakchi bo'lib, Alloh bu oyatni tushirdi. Shuning uchun tafsirchilarning hammasi mavsum bo'lmag'ach har xil tafsirlarni qiladi. Shuning uchun İbn Abbas'ның tefsiri, el-Muhtema tefsirde İbn Abbas'ның tefsiri qarğa vaqtım bizning hedefimiz, en axirki hedefimiz aşı kuchli armiyani qo'lga keltirishimiz. O'zimizning ashunda kuchli milliy armiyamizni qo'lga keltirishimizni Alloh bizga tashviq qiladi. Hedefinglar ashunda bo'lsanglar, haqiqatan men suydigan musulmon bo'lasizlar. Hedefinglar unda bo'lmay, hozirgidek shamal usul o'ynab o'tib ketadigan aqlidek mansanglar birar joyinglar ma'lum joy bo'ladi deb Alloh bizga shuni ogohlantiradi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.